Assalomu alaykum aka-ukalar, sog'lik salomatchilik joyidami? Aeroport Vnukovo o'zi bugun Jutovskida video qilishim kerak edi. Bugun juda ham ko'p insonlarga yordam berishimiz kerak edi, va'da bergan edim. Shuning uchun aeroport Vnukovoga keldim. -16 ko'chada ishlayotgan akalarni issiqroq kiyinib, ishinglarni qilishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Juda sovuq, akalar men ham 3-4 qavat kiyinib bordim, boradim. Bugun sizlarga bir mavzu haqida qisqacha informatsiya berib qo'ymoqchiman. Ya'ni 90-365 qonun 2026-yil endi jiddiyroq shu qonun bo'yicha proverka bo'lar ekan. Ya'ni bu qanday desanglar, agarda siz частный yo gospiy demoqchi bo'lsangiz, Rossiya Federatsiyasiga 90 kun yurishga qonuniy haqqinglar bor. Gospiy bo'laman aytib o'tganim, частный shu kelaverasizlar. Agar o'qishga bo'lsa 3 oy deb kelib registratsiyangizni qilib, shu o'qishingizni muddatiga qarab turib bemalol yursanglar bo'laveradi. Yo'q, biz ofitsialni ishlamoqchimiz desanglar, raboda deb kelinglar. Oldin bilsanglar 3 oyda bir kredit qilib, yana частный gospiy qilib olish imkoniyati bor edi. Hozir shunga endi jiddiyroq qaralyapti. Shuning uchun iltimos qilaman, realniy ishingiz bo'lsa, dashi yurmoqchi bo'lsangiz, raboda deb kelinglar. Chunki частный gospiy qilib kelganingizdan keyin kredit qilib rabota qila olmaysizlar. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, maksimal darajada shunga jinni e'tiborliroq bo'lsa, yaxshi deb o'ylayman. Lekin shu Zaltoy korona bo'yicha oxirgi mahal juda ham ko'p murojaat bo'lyapti. Mana shaxsan o'zim bugungi holat bo'yicha aytaman. O'zim akamga ham qarzi bor edi ekan. Oldingi nomeri yo'qolib qoldi. Qayerdandir topib telefon qildi. Yangi olgan nomer bilmayman, qayerdan topdi. Shular o'zini tanishtirib, qarzorligingni to'la dedi. 15 ming qarzi, u yoqda 3 yilda ichida 35.700 ming qarz olib ketdi. To'lamasangiz sudga oshirib olaman dedi. Mabodo sizlarda ham eski nomeringlar yo'qolib qolgan bo'lsa, telefon qilmayotgan bo'lsa, qanday to'layman deyotgan bo'lsanglar, endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi, biz bilan hammasi oson. yo Beeline yo MTS yo Kinsiyazniyga borib, shunaqa qarzdorligimni to'lamoqchiman, nomimda qarzim bor edi deb aytib to'lab qo'ysanglar bo'laveradi ekan. Bular shunaqa gaplar. Sudga oshmagan bo'lsa, bemalol ketaverasizlar. Sudga oshgan bo'lsa, shunaqa to'lattirib, keyin chiqaryapti. Hamma aeroportda shunaqa. Nafaqat samolyotda, avtobusda bo'ladi, mashinada bo'lam. Shu chegarada o'tishda shunaqa holat bo'lyapti. Shuning uchun Telegram kanalni qo'yib qo'ydim. Ofitsialniy sayti bemalol kirib tekshirib olsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa biz aeroport Vnukovodan restlarni ko'rsatib, bugungi holat bo'yicha sizlarga informatsiya beramiz. Instagramimizda salkam 400 mingdan oshiq odam bizga obuna bo'libdi. Yana bir hammaga addushi rahmat shu paddashki uchun. Meni YouTube'da oxirgi marta videomni kim ko'rdi? Oxirigacha ko'rayotganlarga konkurs qilaman dedim. Men tanlayapman. Shuning uchun aktiv bo'lib turinglar. Xursand qilish harakatidaman. 31-dekabr kuni bizdan bilet olgan insonlarga 217 Pro Max va 100 ming pulda egalarni xudo xolasa aniqlaymiz. Ular shunaqa gaplar. Akalar qo'l muzladi, to'g'ri tushunasizlar. Inshaalloh aeroport Vnukovodan yaxshi video qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Allohga omonatlar. Qani, bismillah. Aviakompaniya Pobedani so'raganlar uchun ko'rtirganlari aynan hozirgi paytda Samarqand va Toshkentga registratsiya bo'lyapti. Hammasi yaxshi, lekin ko'p inson shu Rushnoyga baribir jindi tushunmayapti. Mana shu idishchalar turgan. Sizlar Rushnoy tushish kerak. Kilosi va ya'ni gabaritiga jinni qarab qo'yasizlar. Kimlardadir 5 kilo, 7 kilo bo'lsa ham bu mashinacha tushmasa, ishni rasxod bo'ladi. Stoyka 128 dan 140 stoyka. Eng oxirida, aynan Pobeda oxiriga, ya'ni nima demoqchiman aka-ukalar? Lishni yukka to'lov 700 rubldan ekan. Agarda bez bagajli insonlar bo'lsa, bagajliklar mabodo shuning ichiga tushmasa, to'g'rilaymiz Timur. Mabodo bez bagaj olgan aka-ukalarimiz bo'lsa, rushnoylar mana shu ishchani ichiga tushmasa, lekin barsetkani ham sokizadigan bo'lib qaranglar. Qanaqasi? Xo'p, mabodo tushmasa 7500 rubl rasxod sizlar kutyapti. Yo, bagajga topshiraman desanglar 4,5 ming rubl bo'lar ekan. Kassasi mana shu joyda, mana shu chekkaga borib to'laysizlar ekan. Ular shunaqa gaplar akalar. Biz endi sekin pastga qarab tushamiz. Ya'ni O'zbekistondan qaysi reyslar kelyapti, to'xtatib sizlarga video qilib beraman. Nasib bo'lsa aka-ukalar, aeroport Vnukovoga chiqib oldik. Hammasi inshaalloh yaxshi. Bir boshdan registratsiya stoykalarni, ya'ni O'zbekiston havo yo'llari Pobeda yuterdi. Sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman va registratsiya qay holatda bo'lyapti,
juda ko'p inson so'raganligi uchun bugun sizlarga qisqacha informatsiya beramiz. Bilet narxlari qimmat bo'ldi, shuning uchun iltimos qilaman, har xil kanallarga ishonib qolib, aldanib qolmanglar. Biz ofitsialniy kanallarimiz, opisiya hamda ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Qara unda boshladik. Ko'rib turganlarda hamma ukalarimiz shu O'zbekistonga ketyapti. Ya'ni O'zbekistonga yangi yilni kutib olish maqsadida 60-51 stoyga, ya'ni O'zbekiston havoyilari deyishdi, Toshkent 32-8 hamda Urganch 23-8 registratsiyasi bo'lyapti. Ko'rib turganlarda ikkinchi etajga kirish holati mana shu. Kutish zali bu tarafda. Hamma bilsa kerak. Bilmaganlar uchun informatsiya qilyapman. Ya'ni qoldirishga harakat qilyapman. Xo'p, sizlarga sekin ko'rsatib boraman. Aynan Hayotbek tabloni bitta ko'rsatayim deganlar uchun hozir shunday bor, tabloni ham ko'rsatib qo'yaman. Nima holat bo'lyapti? Ko'rasizlar, bu yerda hamma ketyapti. Ketgan yaxshi. Vaqtli insonlar ketishyapti. Urganch 96-16 51 dan boshlab 54 stoygacha bo'lyapti ekan. Mana shu holatda men sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana Urganch ko'ryapman akalar 96 16 51 dan 54 bu stoygalar 25 pasport kontrol. Mana shu holat hammasi yaxshi. Inshaalloh hech qanaqasi problem ishi yo'q. Eng asosiysi yutar bilan pobedadan ko'ra yaxshi. Mana shu holatda so'mkani topishga bilet top bo'lib, bu tarafga kirib ketib olmaymiz. Har doimgidek pasport kontroliga qarab, mana shu 18 dan 31 deb qo'ygan tarafga qarab ketishimiz kerak. Xudo xohlasa hammasi yaxshi ko'rib turganlarda. Dollarda, ya'ni Ziloniy koridordan qonuniy olib kirib ketadiganingiz $10,000. Oshiq bo'lmasa bo'ldi. 700 ming rublgacha olib ketaverasizlar. Rublda kursga qarab hisoblanadi. Mayda Toshkent yuteri bo'lyapti. Akalar, yuteriga birinchi o'chirda bagajga e'tibor beringlar. Ikkinchidan rushnoy. Bagajda oshiqcha bo'lsa 500 rubl, rushnoyda oshiqcha bo'lsa akalar 5000 rubl. Imkon qadar oshiqcha bo'lsa rushnoyda bagajga solinglar. Stoyga 72 dan 75-stoygada bo'lar ekan. Mana shu holat. Ikkinchi etajdan tushsa kirganinglarda shu yerda bo'lyapti registratsiya. Pasport kontroli mana shu yerda. Endi sekin pobedaga boramiz. Ko'p turganlarda hammasi yaxshi. O'zbekistondan reyslar kelyaptimi deganlar uchun hozir mana shu yerda shuni ko'ramiz. Qaysi reys qaysi vaqtda kelishini. Ko'p turganlarda bitta terimiz bor ekan. Pasport 19-15 da. Tepada ham terimiz bor ekan. O'zbekiston havo yo'llari Dushanbe, Toshkent, Andijon, Quloqo'sin kesti. Bu yerda Namangan ham bor ekan. Eng qiziqi. Hammasi yaxshi inshaalloh. O'zbekistondan kutib oladigan akalarim 5-astalbi. 6-7-astalbi. Mana shu yerdan chiqadi. Mana shu yerdan chiqadi, shu yerga keladi. Mabodo tanish bilishingizni kutmoqchi bo'lsanglar, mana shu joyga aytib qo'ysanglar yaxshi deb o'ylayman. Metro kerak bizga, akalar, metro. Shu tarafga qarab, bemalol tushib, metrodan ham ketsa bo'laveradi. Sizlarga har doimdek manfaatli video qildim deb o'ylayman. Shu joygacha ko'rgan akalarim ko'rdim deb minutini yozib qo'yinglar. Nima uchun bunaqa deyotganimni 2026-yil yanvarda oxirida har bitta insonni skrinshot qilyapman. Ko'rdim degan insonlarni inshaalloh sizlar xursand qilaman. Hammalarga yaxshi kayfiyat. Albatta Zhukovskidan video bo'ladi. Chunki Zhukovskidan yo'ldagi bratanlar, tog'alar, amakilarni soat nechida turadi, nima bo'ladi, juda ko'p savol berishyapti. Va'daga vafolik qilaylik inshaalloh. Endi to'g'ri tushunasizlar, buni ko'rgan juda ko'p inson havo yo'llari bilet olgani uchun, va'da berib qo'ygani uchun kelib o'tkazib, qo'ldan yordam berib ketyapmiz. Sizlarga aeroportga taksi xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlar o'zimga tegishli. Mabodo reklama bo'lsa, bahoda qilib beramiz. Faqat manfaatli reklama bo'lsa bo'ldi. Endi chiqyapti, reklama yo'q emas. Prosta endi bizga to'g'ri kelmaydigan reklamalarni qila olmayman. Shuning uchun registratsiya, turdodagi or, depor, zabrit, ochish bu narsalar shunaqa narsalar qilmayman. Ertaga bitta ikkita odam yaxshi qilib turib, vaqt tashib qo'ysa, Hayotbek Ahmedov sherik ekan, yolg'onchi ekan, mashina ekan degan narsani xohlamayman. Shuning uchun inshaalloh manfaatli narsalarni qilaveramiz. Hammalarga yaxshi kayfiyat, isroq kiyinib yuringlar, akalar. Sog' bo'linglar.